Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar, akalar. 68 million so'mga bir vaqtda o'zida 5 ta vazifa, 5 ta ishni bajarib ketadigan mini kombaynlarimiz haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz akalar. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib boringlar akalar. To'liq hamda batafsil ma'lumot va narxlarini aytib o'tib ketamiz. Oldindan aytib qo'yamiz, bu kombaynlarimiz sholi va bug'doy o'rib donni ajratib berish uchun mo'ljallangan kombaynlarimiz bo'ladi. Sholi, bug'doy, arpadan boshqa narsalarni o'rmaydi hamda chiqarmaydi. Xo'sh, boshqa mosh, loya, no'xatlarga ham bo'lmaydi, faqat sholi va bug'doy, arpa uchun garantiya beriladi akalar. Ma'lumotiga keladigan bo'lsak, ma'lumotlari. Xo'sh, bir vaqtda 5 ta ishni bajarib ketadi dedik akalar. Birinchi sanab o'tib ketamiz. Birinchi ishi akalar sholi yoki bug'doyni o'radi, tepasida hamda pastida 120 lik pichoqlar joylashtirib qo'yilgan bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan zavodskiy kombaynlarimiz. Xo'sh, birinchisi sholi yoki bug'doyni bemalol o'rib, mana shu joylarda olib kirib ketadi bunkerning ichiga. Xo'sh, ikkinchi ishi akalar somondan donni ajratadi, paxolni ajratib, alohida qilib mana shu yonidan chiqarib tashlaydi akalar. Uchinchi ishi chang hashaklarini ayiradi akalar. Chang hashaklarni ham ayirib chiqarib tashlaydi akalar. Xo'sh, to'rtinchi ishi donni ham ajratib berib ketadi. Ko'rib turganlaringdek mana shu joydan donlarni ajratib beradi hamda pramo qoplab ketadi. Mana shu ilgagiga qop qistirib qo'yiladi va pryamoy qoplab ketiladi. Xo'sh, narxini ham aytib o'tdik akalar. Manzilimiz Namangan Sadoqatda joylashgan bo'ladi, Vodiy Perevalida. To'lov usullari faqat naqd pulga akalar, bo'lib to'lash, lizing, kredit yoki boshqa to'lov usullari yo'q. Faqat naqd pulga. Motorlari salarkali hamda begzilli motorlari ham bor akalar. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, salarkalida 1 porshillik salarka motor jihozlangan 20 kuchli katta motorli, soatiga 1 litr 8 gram atrofida 1 litr 8 gram 1 litr atrofida salarka rasxod qiladi soatiga. Begzillisi bo'ladigan bo'lsa, begzillisi bu kombaynlarimizga qaraganda o'raydigan joylari ham, gusunisalari ham qoplab ketadigan joylari ham ancha kattaroq bo'ladi hamda narxida 4 million so'm farqi bor akalar. Xo'sh, begzillida motorlari 2 porshili begzilli motor bilan qo'yib ketilgan, jihozlangan bo'ladi akalar. Rollari mana shunaqa dastak orqali bo'ladi. O'ngga, chapga burilishlari, ko'tarib tushirishlari mana shu dastak orqali bo'ladi. Skorslari oldiga 3 talik, orqaga 1 talik bo'ladi. Harakatlanishlari mana shu ikkita dastak orqali bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek oyoqda boshqarilmaydi. Seplina, tormoz, gaz degan narsalar yo'q. Kalit bilan zavod bo'ladi akalar. Bemalol akkumulyator, statorlar qo'yib ketilgan. Chang hashaklarni alohida hamda donni alohida qilib, somon paxolni alohida qilib chiqarib berib ketadi akalar. Xo'sh, kombaynlarimiz ko'rib turganlaringdek mana shunaqa gusunisi orqali harakatlanadi. Botib qolmasligiga, buksavat qilib qolmasligiga garantiya beriladi akalar. Umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Ishlab chiqarilgan yilini pasport zavodskiy, mana pasport virkalari akalar 2024-yil 4-oyda ishlab chiqarilgan bo'ladi hamda 630 kg salarkalida 720 kg begzillida vesi bo'ladi akalar. Begzilli variantlarimiz ancha kattaroq bo'ladi salarkalilarga qaraganda. Motorlari ham 2 porshilli begzilli motor hisoblanadi. Rasxodlari ham shunga qaraganda ozgina ko'proq bo'ladi akalar. Xo'sh, bu kombaynimizda ham yili bir xil. Kimga qiziq bo'lsa, akalar, ishlash videolari qiziq bo'lsa yoki-da kombayn kerak-ku, lekin ish beramikan deb o'ylanib turgan akalarimiz bo'lsa, Telegramdan yoki telefon raqamlarimizga bog'lansalaring, mana shu kombaynlarimizni ishlash, sholi hamda bug'doy o'rgan ishlash videolarini ham xohlasalaring olib ishlatayotgan odamlarning nomerini ham tashlab beramiz akalar. Bemalol bexijolat telefon qilaverasizlar akalar. Undan tashqari Zubr traktor so'raganlarga Zubr traktorlarimiz, Kardalli traktor so'raganlarga Kardalli traktorlarimiz ham yetib kelgan. Xudo xolasa kanalimizga obuna bosib kuzatib tursalaring, yanada yangi
yangi traktorlarimiz yoki yangi texnika agregatlarimiz kirib keladi akalar, bemalol ko'rib borib xarid qilishlari mumkin.